Tanishtirmoqchi bo'lgan ilmiy ishlanma paxta tozalash korxonalaridagi eng asosiy mashinalardan biri bo'lgan arrali jinlarga bag'ishlanadi. Mana shu arrali jinlarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy ishlanmalar o'tkazilganmiz. Ma'lumki, respublikamizda juda ham ko'p paxta tolalari yetishtiriladi. Bularni esa o'z vaqtida sifatli qayta ishlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizda hozirgi paytda O'zbekistonda 100 dan ortiq 105 tacha paxta tozalash korxonalari mavjud. Bularning aksariyati, ya'ni 100 ga yaqini sobiq SSR davrida qurilgan bo'lib, ancha ta'mir-talab bo'lib qolgan. Shulardan mustaqillik davrlarida esa 3-5 tacha paxta tozalash korxonalari yangi qurib bitkazildi. Lekin bular esa hozirgi yetishtirilayotgan paxtalarimizda to'liq qayta ishlashga ulgurmayapti. Shuning uchun mavjud bo'lgan 100 ga yaqin paxta tozalash korxonalarimizni ishlatishga majbur bo'lyapmiz. Buning uchun paxta zavod doimiy ishlash uchun ularni doimiy ehtiyot qismlari bilan biz ta'minlab turishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi paytda ko'plab korxonalarimizda faoliyatini to'xtatganligi bois paxta tozalash korxonasi uchun eng asosiy bo'lgan detallarimiz to'g'ridan-to'g'ri chetdan, Rossiyadan va asosiysi Xitoydan keltirilmoqda. Mana shu chetdan kelayotgan detallarimizni mamlakatimizda ishlab chiqarishda biz eng asosiy o'zimizga vazifa qilib belgilab olganmiz. Aytib o'tganimdek, paxta tozalash korxonasining eng asosiy ishchi qismi bo'lgan, mashinasi bo'lgan arrali jinlar. Arrali jinning vazifasi chigitdan tolani ajratish. Korxonaning eng asosiy vazifasi shu. Qolganlari barcha mashinalar shu mashinaga xizmat qilib beradi. Mana shu arrali jinlarimizda eng asosiy detallarimizdan biri bo'lgan kalasnik va qistirmalar mavjud. Mana shu kalasniklar va qistirmalar hozirgi kunda to'liq 100% Xitoy davlatidan sotib olmoqdamiz. Mana shu sotib olayotganlarimizda mahalliy materiallardan ishlab chiqarishda biz o'zimizga maqsad qilib, mana shu yo'lda ilmiy tadqiqotlar olib borib, hozirgi kunda bir qancha ilmiy ishlanmalarga erishganmiz. Shulardan biri po'lat kalasniklarimiz va po'lat qistirmalarimiz. Kalasniklarimizning vazifasi bu chigitdan tolani ajratish jarayonida ishlatiladigan bo'lib, chigitlarni tolalarga o'tkazib ketmasligini ta'minlab beradigan bo'lsa, qistirmalarimiz esa arralarning orasini bir xil ta'minlash uchun xizmat qiladi. Qistirmalarimiz hozirgi kunda alyuminiy materialdan Xitoydan olib kelinmoqda. Biz uni o'zimizda Bekobod po'lat quyish korxonasidan olinayotgan ST3 materialdan tayyorlab korxonalarga tatbiq etmoqdamiz. Aynan mana shu tadbirkorlar mana shu po'lat qistirma va kalasniklarimizda birgalikda ishlab chiqarib 100 ga yaqin paxta tozalash korxonalarimizga joriy etilsa, Xitoydan kelayotgan qimmat alyuminiy va cho'yan qistirma prokladkalarimizda va cho'yan kalasniklarimizda mavjud mahalliy ishlab chiqarib, ularni o'rnini qoplash mumkin bo'ladi. Va valyutamiz tashqariga chiqib ketishda ham oldini olib, mamlakatimizda ham buni ishlab chiqarishimizda natijasida ko'plab ishchi o'rinlari yaratiladi. Sotib oladigan odamlar aniq bu paxta tozalash korxonalari. Chunki bu detallarimiz boshqa zavodlarga tushmaydi, ishlamaydi. Faqatgina paxta tozalash korxonalari ishlatiladi. 100 ta paxta tozalash korxonasida har bittasida 2 tadan arrali jin mashinasi ishlaydigan deydigan bo'lsak, bularda har 72 soatda almashtiriladi. Sentyabrda paxta terish boshlanganda paxta zavodi ishga tushadi. To keyingi yili aprel-mart oylarigacha uzluksiz 24 soat paxta tozalash korxonalari ishlab turadi. Har 72 ta soat almashtirgandan keyin bularda 2 ta arrali jin bo'ladigan bo'lsa, 130 tadan 260 ta kalasnik va shuncha qistirmalar kerak bo'ladi. Mahsulotlarni oladigan paxta tozalash korxonalari ishlab chiqarishda esa turli xil materiallarga qayta ishlash tadbirkorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday texnikalari, liniyalari mavjud. Hozirgi kunda juda ko'p tadbirkorlarimiz bor. Faqatgina bu ishlanmani qanday ishlab chiqarishda, qaysi texnologiya asosida ishlab chiqarishda biz bilan maslahatlashib ishlab chiqarib bemalol tatbiq qilish mumkin.